Assalamu alaykum şagirdlar. Yaxshi turdinglarmi? Bugun biz Kamili yo'qolib ketdi degan bir rasmli kitobni birlikda ko'rib baqandik. Bu rasmli kitobni Angliyalik Yavin Oram degan kishi yozgan ekan, ha? Undaqda boshlaylik. Kamili yo'qolib ketdi. Kamili Malikining faqat chidg'uchiligi qolmadi. Chunki xizmatkor Jenni uni bir ishlardan to'sib o'tiradi. Masalan, tojisini olg'ili, ko'ni kiyimlarni kiygili, velosiped minib, orda sirtiga chiqib o'ynag'ili qo'ymaydi. Hatto tug'ilgan kunidimi uning qand-kezak yeyishini cheklaydi. Kamili Malika bugun sahardan o'rnidan turib ketdi. Faqat chidg'uchiligim qolmadi. Odamni hech ish qilg'ili qo'ymagan, dedi u to'xtamay g'o'dirab. Kamili bundaq cheklamalardan jah to'ygan edi. U uchisiga bir ko'na kaltishtan bilan oq ranglik mayka kiydi-da, putining uchida dasigan peti hujursidan chiqib, Jennining yotoq uyining oldidan o'tib ketdi. Kamili Og'vanning diqqat qilmagan vaqtidan foydalanib, narsa kerak iskalatiga qo'yib qo'yilgan velosipedini asta elib chiqdi. Ondan gullikdagi maxfiy eshikni ochib, o'zi yolg'iz o'rtadan chiqib ketdi. Shundoq qilib, Kamili oxiri o'zi yolg'iz velosiped minishning huzurini surdi. "Endi men bir qand-kezak do'konini tepishim kerak", dedi u. U ko'cha eg'izidan aylanib o'tib, bir qarabla eski mushuk Bagisning qand-kezak do'konini ko'rib qoldi. Bu vaqtda Bagis necha vaqtning yoqi o'zini qiynab kelgan, qandoq qilganda eng eski mushuk bo'lg'ili bo'ladi degan masala ustida qattiq o'ylanayotgan edi. Kamili qand-kezak do'koniga kirganda Bagis noyta qo'pollik bilan "Hey shokichik, sen bilamsan?" deb so'radi tuyuqsiz. "Nimani?" deb qaytirib so'radi Kamili hayron bo'lib. "Qandoq qilganda eng eski mushuk bo'lg'ili bo'ladi?" dedi Bagis. Kamili birdan o'ylangandan keyin do'kondagi qand-kezaklarni ko'rsatib turib, "Meningcha, qand-kezakning hammasini pap-pokiz yemassang, eng eski mushuk bo'la olaysan", dedi. "Bu eskilik hisoblanmaydi. Faqat pulini bera olsanglar, qanchalik yesang yevergin." Bagis shundoq debla Kamilining qo'liga narsa kerak setib olish xaltasini tutqizdi. "Rahmat, ammo men degan bir malika, menda pul yo'q. Shuningga bularning pulini to'lay olmayman", dedi Kamili Bagisning qo'lidan narsa kerak setib olish xaltasini olgach. "Undaq bo'lsa, qadrlikim, men sana faqat sen uchun alohidan tayyorlangan alohida xaltani ko'rsatib qo'yay", dedi Bagis. Bagis shundoq debla qo'lidagi xaltani Kamiliga kiydirdi-da, xalta og'zini ching-chigib, uni elib ustingi qavatga chiqib ketdi. O'rtadagilar uyg'onib, Kamilining yo'qolib ketganligini bayqab qoldi. "Kamili nagimi bora olaydi?" deb varqiradi Xonish tit-tit bo'lgan edi. Men rostini bilmayman", dedi qo'rqib ketgan Jenni kekashlab turib. "Men uning yolg'iz sirtqa chiqishini azaldan cheklab kelgan edim." "Bo'ldi bas, cheklagan ish baribir yuz berdi." Podshoh shundoq deb uning gapini bo'lib o'tdi. "Darhol hammanglar chiqib, hamma yerni aqtiringlar. Bo'libmi, uning beshi cheklangan yerlarni nuqtaliq aqtiringlar." O'rtadagilarning hammasi Kamilini izlash bilan bo'lib ketganda, u qand-kezak do'konining ikkinchi qavatida xaltadan chiqarildi. "Endi ikkimiz dadangga bir parcha tahdid xati yozamiz. Shundoq bo'lganda, men eng eski mushukka aylanish bilan birga yana xeyli beyib qolaman", dedi Bagis. "Nima? Ikkimizmi?" dedi Kamili. "Acaba sen xat yozishni bilmamsan?" "Men shundoq aldirashtirsam, xat o'rganishga nima vaqtim bo'lsin? Zodi yozamsan, yozmamsan?" deb varqiradi Bagis. "Bo'pti, yozsam yozay. Biroq bir shartim bor. Bir xatni bir kamputga tegishimiz. Qandoq?" dedi Kamili. "Bu cho'ng masala emas.
Meninggo sening tishingning tushib ketishi bilan korim yo'q. Amsi qani, yezishga boshlagin, dedi Bagis mursini qisib qo'yib. Qani amsi degin, dedi Kamili qog'oz bilan qalamni qo'liga olib, xo'shallik bilan. Qadrli podshoh Wird, dedi Bagis qo'lini orqasiga qilib, uyan-buyan mang'ach. Qadrlik dada, deb yozdi Kamili Bagis bilan kori bo'lmay. Sizning qizingiz hozir mening qo'limda, dedi Bagis davomlashtirib. Men hozir qand kizak do'konida, dal sizlar mening kelishini cheklagan yer, deb yeziverdi Kamili o'z xohishi bo'yicha davomlashtirib. Agar qizingizni qaytirib akatganingiz bo'lsa, bugun kechda qaytirib olish pulini o'rdining oldi eshigiga qo'yib qo'ying. Ondan men qizingizni o'rdining orqa eshigiga olib qo'yaman. Hargiz almashtirib qo'ymang. Bir notunishdan, dedi Bagis bayon qilib. Mening o'zim yolg'iz birdan o'ynag'im bor. Shunga meni olg'ili kelmay, yarim soat vaqt bergan bo'lsangiz, sizni suyib qizingizdan, deb yozdi Kamili. Xatni yezib bo'lgandan keyin Kamili bilan Bagis xat sonini bir qatim sanab chiqdi. Bagis xatni yetkazib berish uchun chiqib ketganda Kamili tövenki qavatga tushib, qand gezaklarni xohlagancha tanladi. 3 dal iyiq suratli kampit, 4 dal chashqan suratli kampit, 2 dal chuchuk buya tamlik kampit, 2 dona muzdek meva sharbati, 2 dal tatliq aynola, 4 dona o'rik meg'izliq attirgul tamlik yumshoq kampit, 1 to'shqan suratli shokolad, 1 qop malina tamlik seg'iz, 2 dal arpa badiyan tamlik ko'milach, 4 dal burmusiman qattiq postliq kampit bilan 7 dal kampit qopliq o'rik meg'izi. Podshoh Bagisning tahdid xatini topshirib olgandan keyin toqatsizlik bilan Xonishga xabar qildi. Xonish buni Jenniga xabar qildi. Jenni yana toqatsizlik bilan bu xabarni Gulchiga xabar qildi. Gulchi berib shopirga xabar qildi. Ular aldirab tinib mashinaga chiqib, Kamilini elib kelmoqchi bo'lib mang'inida yo'l yoqasida ketib borgan Bagisni so'qib etkili tasli qoldi. Ko'pchilik Kamilini topgan vaqtida u bek ko'p kampit yevatganlikdan mujub og'riyotgan qo'rsqini tutib o'ltirardi. "O qadrlikim, biz sizni oxiri topdik." Xonish xo'shallikdan yerda o'ltirgan Kamilini tartib turg'izib, darhol uni uyiga elib ketdi. "Endi siz nemishqa kampit yesi bo'lmaydiganligini bilgansiz?" deb so'radi Jenni uningga ko'yinib. "Nemishqa?" deb so'radi Kamili. "Chunki kampit sizni og'irtib qo'yadi. Bu dal sizni uningdan cheklashimdagi asosli sabab." "Xata", dedi Kamili karavotdan sakrab tushib, hayajon bilan. "Bu odatda sizlarning meni hech nima qilg'il qo'ymaganinglarning sababi. Men odatda qand kizak yemagashga bu qitim biroqlab bek ko'p yevitib og'rib qoldim. Bagis tarafidan xaltaga qachilanganligimmi, odatda velosiped minib o'rnidan chiqib baxmaganligimning sababidan bo'ldi." "Xaltaga qachilandingizmi?" Podshoh bilan Xonish hayronlik bilan birdek so'radi. "Shundoq", dedi Kamili. "U mening sizga bir parcha tahdid xati yozishimni aytdi. Helimi yaxshi, u xat tonimaydi ekan. Shunga men sizlarga o'zimning u yerda ishganligimdan xabarlantira oldim." "Voy tangrim", devatdi Jenni qattiq ansirab. "Men endi Malikini qanday qilishim kerak?" "Men bilaman. Biz uningga ko'proq erkinlik berib, har haftasi bir kun vaqt chiqarib, uning bilan birga velosiped minayli", dedi podshoh. "Ammo men velosiped minishni bilmaydigan tursam", dedi Jenni qapqini turib. "Undaq bo'lsa o'rgangin", dedi podshoh. "Bizmi birlikda o'rganayli", dedi Xonish Jennining ko'nglini yasab. Podshoh deganini qildi. U Xonish va Jennilar bilan birga velosiped minishni o'rganib, har kuni Kamiliga hamroh bo'lib, velosiped minib, o'rda sirtiga chiqadigan, yana texi Bagisdan nazar aylash uchun pat-pat uningga diqqat qiladigan bo'ldi. Amdilikda Jenni kunda degidek bozordagi yaxshi mushuk Borusning qand kizak do'konidan kampit zakaz qiladigan bo'ldi. Har qatim kampitni olgandan keyin Kamili
astoydillik bilan ularni sanab chiqatdi. Kamili, əmdi sen bir qıtımdala kəmpitlərinin hamısını yeۋەtsəң bolmaydı jumu. Unda qılsan qo'rsqing ağrıb qaladı, dedi Jenny kəmpitlərinin yerimini onunğa bölüb berib astoydillik bilan. Shuna qilib, bu Kamilining hikoyasi mana bu yerda oxirlashibdi. Yaxshi ko'rdinglarmi? Unda bo'lsa, keyingi qitimlarda yana birga qaysi kitoblarni ko'ramizkin? Shu chog'da ko'rishaylik. Allohga omonat.